ana havo mana shu joyda duolari ijobat qilinib, gunohlari kechirilgan joy. Ular Allohga nima dedi? Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Parvardigoro, biz senga osiy bo'ldik. O'z nafsimizga o'zimiz zulm qildik. Senga itoat qilmadik. Senga gunoh qildik. Sen qaytargan narsani mevasidan yedik. Endi va illam taghfir lana va tarhamna, agar sen bizni gunohimizni kechirmasang, bizni banda ekanida bizni zaifligimizga qarab muomala qilmasang, lanakunanna minal khosirin, biz albatta xor bo'luvchilardan bo'lamiz. Shuning uchun doim Allohdan so'raymiz, ya Robbi, seni mag'firating keng, sen ulug' zotsan. Sen bizni gunohimizga qarab emas, zaifligimizga qarab nima qilgin? Muomala qilgin. Agar sizga gunohimizga qarab muomala qilgan bo'lsa, hech kimimiz bu darajaga kela olmaymiz. Gunohimiz bilan jazolanadigan bo'lsa, o'rni. Mana Musa alayhisolamning davrida kim kechqurun nima gunoh qilsa, kundida yuzidan bilinib ko'radi. Qumar ko'g'irlik va hokazo, nima gunoh qilsa, o'z o'rnida nima qilinadigan bilinib qoladi. Alhamdulillah, bizning gunohlarimizni Alloh kechirdi. Nima uchun? Payg'ambarimizdek zotga ummat bo'lganligimiz uchun. Shuning uchun va'rafu ankasi deb oyat karimada Xudo yana qancha gunohingizni kechirib turib muomala qiladi. Agar har bir gunohchi o'z o'rnida jazo bersa, hech kimimiz qolmagan bo'lar edik. Mana shunday go'zal umra ziyoratini niyat qilgan bo'lsangiz, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Qadamingiz ibodat, niyatingiz saodat bo'lsin. Mana Arafat tog'i deymiz, yana bir nomi. Arafa degani bir-birini topdi, tanidi, yoki o'zini gunohiga o'zi iqror bo'ldi, e'tirof etdi degan ma'nolarni bildiradi. Odam alayhissalom shu joyda o'zini gunohini nima qildi? E'tirof etdi. O'zini kimligini, adashganligini bildi. Va yana momo havo bilan mana shu joyda uchrashdi. Shuning uchun odam alayhissalom aytdi: "Ya Robbi, sen menga bermagan besh narsani Muhammad alayhissalomning ummatiga berding" dedi. U kishi butun payg'ambarlarni, butun bashariyatning otasi. Men odam bo'lsam, menga bermagan 5 narsani Muhammad alayhissalomning oddiy ummatiga berdim. Birinchisi, men faqat Makkada tavbamni qabul qildim. Muhammad alayhissalomning ummati yerning qaysi burchagida, qaysi tomonida, qaysi qit'asida agar tavba qilsa, duo qilsa sen ijobat qilasiz. Ikkinchisi, men birgina gunohim tufayli jannatdan yerga tushirildim. Ular yerda gunoh qiladi, yana ularni tagiga bizasi jannatga kirdi. Juda boshqacha hayotda qiling. Odam alayhissalom bir marta itoat qilmaganiga yerga tushirdi jannat. Biz yerda turib qancha gunoh qilsak ham yana bizni nima qiladi? Jannatga kiradi. Yana odam alayhissalom aytadi: "Men gunoh qilgan vaqtimda ustimdagi liboslardan mahrum bo'ldim." Hammamiz eshitganmiz, ustida liboslari g'oyib bo'lib qoldi. Juda bir farishtalarning oldida hijolatda qoldim. Shu holatda hamma daraxtlardan yordam so'radi. Vakildan ber, men o'zimni belgidan saqlavroq qo'ydi. Hech qaysi daraxt yordam bermaydi. Sen xosiysan, senga yordam bersak biz ham gunohkor bo'lamiz dedilar. Shu joyda Anjir Odam alayhissalomga nima qildi? Yordam berdi. Daraxtdan bargidan berdi. Jabril alayhissalom so'radi: "Anjir, sen Allohdan qo'rqmaysanmi?" "Men Allohdan qo'rqaman." Lekin Alloh biz bani odamni ulug' va mukarram qilib yaratdi degan. Albatta Alloh kechiradi deb umid qilib berdi deganda, Xudo kim anjir yesa u shifo bo'ladi. Anjir tanamizdan tashqariga chiqmaydi. Yana anjir bilan qasam deb Alloh bitta surani nomini ham nomladi. Nima deb? Va din va zaytun. Anjir daraxti bilan jin mevasi bilan qasam. Va yana zaytun daraxti bilan qasam deb zaytundan kuchli bo'ladi anjirni shifobat. Mana Muhammad alayhissalomning ummati qancha gunoh qilsa ham ularni biror marta ustidagi libosini nima qilmaysan? G'oyib qilmaysan. Libosdan ularni mahrum qilmaysan. Yana men senga bir gunohim tufayli momo havo bilan meni o'rtamda 300 yil ajratib qo'ydim. U ummat
bir kunda qancha gunoh qilsa ham xotinni o'rtasida nima qilmaysan? Ajratib qo'ymaysan. Qarang, Odam alayhisolatu vassalomga berilmagan imkoniyat unga berilyapti, bizga berilyapti. Sababi nima? Faqatgina payg'ambarimizga ummat bo'lganligimiz.